Shon Brady Leon Edwardsni mag'lubiyatga uchratishi natijasida Arman Tsarukyan pound for pound bo'yicha reytingda 15-o'ringa ko'tarilib, britaniyalik reytingdan chiqarildi. Shuningdek, bir pog'ona yuqoriga ko'tarilgan Charles Oliveira, Sean O'Malley va Max Holloway mos ravishda 14-chi, 13-chi va 12-chi o'rinlarga ko'tarilishdi. Londondagi turnirda 4-raund Edwardsni gilyotin bilan tugatgan Shon Brady UFC pound for pound ro'yxatiga kiritilmadi. Ammo tashkilotning yarim o'rta vazn toifasi reytingida birinchi o'rinni egalladi. Shu bilan birga Arman Tsarukyan yengil vazn toifasida birinchi pog'onani egallashda davom etmoqda. Chempion Islam Makhachev esa vazndan qat'iy nazar tashkilotning eng yaxshi jangchilari ro'yxatining yuqori qismida qolmoqda. Barchaga salom, sizlar bilan doimgidek tezkor sport yangiliklari bilan Tahlil MMA kanali. Demak, yangiliklarni boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, Tahlil MMA promo kodini tersangiz, birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 2.600.000 so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Ilya Topurya'ning yengil vazn toifasidagi yangi laqabi ma'lum bo'ldi. Jurnal maqolasiga ko'ra, avvalroq oktagonga El Matador nomi bilan kirgan gruziyalik jangchi endi El Eligeto nomi bilan tanishtiriladi. Ya'ni ispanchada tanlangan degan ma'noni anglatadi. 28 yoshli Ilya Topuria o'tgan hafta yangi divizionda taxallusini o'zgartirishni rejalashtirayotganini e'lon qilgan edi. Fevral oyida Topuria yarim yengil vazn toifasida UFC chempionlik kamarini rasman bo'shatdi. Ammo yangi vazndagi raqibi hozircha noma'lum. Bu amaldagi chempion Islam Makhachevmi yoki divizionning eng yaxshi jangchilaridan biri bo'ladimi? Bu 2 hafta ichida Dan White tomonidan ma'lum qilinadi. Ilya Topuria o'tgan yili avvalgi amaldagi chempion Aleksandr Volkanovskini, so'ngra sobiq chempion Max Hollowayni nokautga uchratgandan keyin vazn toifasida ko'tarilish qaroriga keldi va katta ehtimol bilan uning keyingi raqibi Islam Arman yoki Charles Oliveira bo'ladi. Topuria o'zini yengil vaznda UFC chempioni sifatida his qilish uchun Islam Makhachevni mag'lub etish shart emas deb hisoblamoqda. Uning gaplari: Men yengil vazn toifasida jahon chempioniman. Men uchun bu aniq. Aks holda vazn toifasini o'zgartirmagan bo'lardim. G'alaba qozonishimni bilmay turib janglarga rozi bo'lmayman. Mening darajamda hech kim yo'q, dedi gruziyalik jangchi intervyusida. Shuningdek, u nega chempionlik kamarini bo'shatishga qaror qilganini ham tushuntirdi. Men hozir vazn tashlamoqchi emasligimni bilaman va butun divizionni ushlab turishni istamayman. Menga o'xshab har kuni mashq qilib o'z orzulari uchun kurashayotgan yigitlar bor. Chempionlik kamarini saqlab qolishim ularning imkoniyatini to'sib qo'yadi. Bu esa men tomondan xudbinlik hisoblanadi. Aytganimdek, men allaqachon jahon chempioniman. Bu kamarni qo'limda tutishim yoki yo'qotishimdan qat'iy nazar shunday. Men o'zimni muhim his qilishim uchun chempionlik kamari shart emas, dedi Ilya Topuria. Vakant bo'lgan yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun keyingi oy Volkanovski va Diego Lopes o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Tashkilot esa 2 hafta ichida Topuriyaning yengil vazn toifasidagi raqibini rasman e'lon qilishni va'da qilmoqda. Ilya zudlik bilan yengil vazn toifasida chempionlik imkoniyatini qo'lga kiritmoqchi, chunki u saralash elagidan o'tmasligini tushundi. O'sha Oliveira yoki Sarukyanga qarshi imkoniyat menimcha 50% dan kam. Shuningdek, u Poirier va Gejidan o'tib ketdi. Holat haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Bizda asosiy va oxirgi yangilik. 2022-yilda qotillikka urinish uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan og'ir vazn toifasida sobiq UFC chempioni Ken Velasquez 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Dushanba kuni sudya Artur tomonidan chiqarilgan hukm Velasquezga ko'plab ayblovlar, jumladan qotillikka urinish, og'irlashtirilgan hujum va o'qotar quroldan noqonuniy foydalanish kabi ayblovlar qo'yildi. Prokuratura jangchi uchun 30 yil umrbod qamoq jazosini so'ragan. Uning himoyachisi esa o'tgan muddati va shartli qamoq jazosini talab qilgan. Natijada jangchi 5 yillik qamoq jazosini oldi. Shundan u allaqachon hibsda o'tkazgan 1283 kun, jumladan qamoqxona va uy qamog'ida bo'lgan vaqtlari olib tashlandi. Uning hibsga olingan kunidan boshlab 5 yil, 2027-yil 28-fevralda tugaydi. Sobiq chempionning hibsga olinishiga sabab bo'lgan voqea 2022-yilning fevralda jangchining qiziga zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Gary Gullartni olib ketayotgan mashina ortidan ta'qib qilganida sodir bo'lgan. Gullarti ham bolalarga zo'ravonlik qilishda ayblangan. Biroq hibsga olinganidan so'ng prokurorlarning e'tiroziga qaramay garov evaziga qo'yib yuborilgan. Bu quvg'inga sabab bo'ldi. Uning davomida Velasquez to'pponchasidan mashinaga qarata bir nechta marta o'q otib, Gullartning o'gay otasiga hayotiga xavf tug'dirmaydigan jarohatlar yetkazdi. Ta'qib tugagach, Velasquez qarshilik ko'rsatmasdan politsiyaga taslim bo'ldi va 8 oyni qamoqda o'tkazdi. Jangchi sudgacha bo'sh qoldi va keyin qotillikka urinish ayblovini bekor qilish evaziga
aybini tan olishga rozi bo'lib, prokurorlar bilan kelishuvga erishdi. Agar u aybdor deb topilsa, bu band umrbod qamoq jazosiga olib kelishi mumkin edi. Ozodlikka chiqqanidan so'ng og'ir vazn toifasidagi sportchi hukm chiqarilishini kutar ekan, murabbiylikka qaytdi va professional kurash shoularida qatnashdi. Sud majlisi bir necha marta qoldirildi, ammo dushanba kuni jangchi sudga keldi va u shubhasiz g'alaba deb hisoblanishi mumkin bo'lgan hukmni eshitdi. Xullas, Ken Velasquez 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan tahlillamay kanalaydi. Kechki yangiliklarimizni ko'rishguncha barchangizga xayr.